Ismim Anora. Men bolaligimdan mehrga zor bo'lib kattaydim. Onam meni dunyoga keltirib, hatto yuzimga ham qaramasdan tashlab ketgan ekan. Otamga, senda na chiroy, na boylik bor, sen erkak emassan deb, boshqa bir erkak bilan ketgan ekan. Shu kundan boshlab men begonalar qolida ulg'aydim. O'gay onam meni hech qachon qizi kabi ko'rmadi. Uning nazarida men ortiqcha yuk edim. Otam esa o'gay onaning ko'nglini olish bilan ovora bo'lib, men hamisha e'tibordan chetda qolardim. Shunday qilib, men mehr va muhabbat nimaligini bilmay ulg'aydim. Ko'nglimda bo'shliq, yuragimda esa doim mehrga tashnalik bor edi. Mahallada men bilan gaplashmagan yigit qolmadi. Yoshi katta ham, kichik ham, uylangani-yu, uylanmagani ham. Men ularning birortasidan izlagan narsamni, haqiqiy muhabbatni topa olmadim. Bir kuni men taqdirimni o'zgartirgan insonni uchratdim. Uning ismi Sarvar. U boshqalardan farqli edi. So'zlarida samimiyat, ko'zlarida ishonch, yuragida sevgi bor edi. U meni yurakdan sevdi. Men ham unga borimni berdim. Oradan vaqt o'tib, to'yimiz bo'ldi. To'y dabdabali bo'lmadi, lekin men uchun eng baxtli kunim bo'ldi. Chunki men nihoyat baxtimni topdim deb o'ylagandim. Ammo haqiqiy dahshat to'ydan keyin boshlandi. Sarvarning uyiga kelin bo'lib kirganimda, ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Uning akasini ko'rib qotib qoldim. U mening o'tmishim edi. U men mehr izlab, yo'ldan adashgan chog'imda sevishib yurgan yigitlarimdan biri edi. Ko'zimdan yosh sizib chiqdi. Yuragimni muzday sovuq o'rab oldi. Qanday yashayman endi? Qanday men uning ko'zlariga tik qarayman? O'tmishini ortda qoldirish oson emas ekan. Eng yomoni, uyda hech kim yo'q paytda qaynoham o'z qiliqlarini ko'rsata boshladi. Bir qarasa, orqamdan sekin kelib quchoqlaydi. Bir qarasa, dumbamni hazil aralash, shapaloq bilan uradi. U qilayotgan har xil jinni qiliqlari meni bir kuldirar, bir dahshatga solar edi. Oxir oqibat esa jiddiy ohangda menga qarab, men bilan bo'lasan yoki sirlaringni hammaga aytib beraman deb shart qo'ydi. Bir kuni peshin payti edi. Men yolg'iz mollarga qarab yurgandim. Erim ishda edi. Shu payt qaynoham keldi. Qo'limdan ushlab, molxonaga sudrab olib kirdi. U meni yerga o'tirqizib, majburlab surnay chaldirdi. Keyin esa orqamga katta yo'g'on ignasi bilan uqol qildi. Men qichqirmoqchi bo'ldim, lekin ilojim yo'q edi. Agar qaynota va qaynonam nimalar bo'layotganini bilishganida, men uchun qiyomat qoyim bo'lardi. Shundan keyin qaynoham bu ishni odat qilib oldi. Har kuni molxona, surnay va yo'g'on ignasi bilan uqol qiladi. Men esa nima deyishni bilmay hayratdaman.